Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Ha, bolam yaxshi ekan, o'sishi ham yaxshi ekan. Ha, faqat ozgina to'ymayotganda yig'layotgan ekanda. Ha. Voy oyijon, keyinroq telefon qilib boraman. Said akamning mashinasi nima qilyapti? Voy bolajonim, ketdik dadamizning mashinasiga o'tiramiz ham. Ketdik. Ovqatlarni qilib bersang, bir mazza qilib gaplashib dildan suhbat. Said aka, Sen bu yerda nima qilyapsan? siz bu yerda nima qilyapsiz? Kim bu Said aka? Bu haligi uyga borgan keyin gaplashamiz. Men xotiniman. Sen kimsan? Nimalar deyapsan? Mama xotinlari. Nima? Men qonuniy xotiniman. Uyga borgan keyin gaplashamiz dedim senga. Xotinim o'lgan degandi shekil. Yil o'tsa, ZAGSda o'tamiz degandingiz. Meni hammasini tushuntirib beraman. Said aka, nimani tushuntirasiz? A? Hali meni oldiga chiqardingizmi? Uyalmaysizmi? Bitta bolangiz bor-ku, axir uyalmaysizmi? Uyga bor dedim, uyda gaplashamiz dedim senga. Siz bilan boshqa gaplashadigan gapim yo'q. Sharmanda, uyat! Sabina. O'lgan xotini shu ekanda. Yo'q. Hech nimani eshitmayman. O'chiring, flos. Jonga deding u hamma. Shu qilganlaring uchun hali chet elda olib kelaman. Hech kim tanimaydi. Uyga ketaman. Ketmaysan. Ketaman dedim. Hech qayerga ketmaysan. To'yib ketdim, xiyonatlaringizdan. To'ydim. Qachongacha bunaqa qilib yashaysiz? Shunaqami ha? Tegmay bolami? Tegmay bolamga. Sen tegma, tushundingmi? Sizni bolangiz emas. Bu meni bolam, seni bolayman. Beringman bolamni. Qo'lingni ol dedim bolam. Tegmay dedim. Bering dedim. Och, qo'lingni tort dedim senga. Bering. Yo'q sizga bola, bering. Nima shovqin? Nima gap? Tinchlik o'g'lim. Nima bo'lardi edi? Qiz bilan ko'rib qoldi, shunga shuncha. Nima? Faqat ko'rib qoldim xolasmi? Qo'lida o'p yotgandingiz, quchoqlayotgandingiz. A? Men ko'rmanmi? O'char ovozingni. Sen bola qachon odam bo'lasan? Qachongacha men seni ketingni tozalab yuraman? Ha? Ha? Sen ko'chadan orttirgan bolang uchun oyma-oy men har oy pul to'lab yuribman. Voy dadasi, nima deyapsiz? O'chir ovozingni. Qachongacha jim yurishim kerak? Bir oqila qizni kelin qilding. Ha? Bundan ortiq nima bo'lish kerak? Hamma yoqqa sharmanda qilib bo'lding-ku meni. Nima qildim, ada? Nima qildim? Shunchaki tanishim bo'ldi, shunga shuncha voqma qilish kerakmi? Hali shunchalikka bordinglarmi oyi? A? Meni yolg'on gapirib olib keldinglarmi? Sizlarni Xudoga soldim. Xudoga soldim. Bering bolamni. Bering bolamni. Bering bolamni. Shundoq degan bo'lsang, shundoq ketasan. Bolasiz ketmayman. Yolg'iz ketasan. Men bolamni dedim. Tegma kelingga, tegma. Voy dadasi, voy nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi dadasi? Voy, sekin. Voy, o'zingizga keling, nima bo'ldi? Voy, siz yordam chaqirish kerak. Bo'ldi, qimirlamang. Hozir tez yordam chaqiraman. Hozir to'xtang, hozir.
Namchimi deysiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bolani olib qoling. 1-2 kun ozgina qarab turing, odam topgunimcha onasini haydab yubordim men. Aldama. Nima aldiyman, sizni qizig'imisiz? Qarab turing, odam topgunimcha dedim. Oyimdan hammasini eshitdim. Seni dastingdan dadam shifoxonaga tushib qoptilar. Yaxshi bo'lib qolarlar, namchi vohma qilasizlar. Qachon o'zing yig'ib olasan? Yarani uning bilan ushlab oldimi? Ushagani yo'q hech kim bilan. Ushlang bolani, sovug'ida turmasin. Oling. Yasminani bilmasang ko'r bo'lasan. Shuncha ko'chada sayoq yurib, o'zingga kelmadingmi? To'ymadingmi? Bo'ldi qiling, opa gapni kalta qiling, hozir natasangizni eshitishga vaqtim yo'q. Bolani olib kiring, shamollaydi. To'xta, bolani onasiga ber. Qiynab qo'yasan bu bolani. Hech narsa qilmaydi. Aqllimisiz? Olib kiring uyga.